Sinfdoshlar! 20 yillik yubileyga kelamiz deb adashib bechalar gashtaga kelib qopsiz-ku. Yo, o'zimizni sinfdoshlar. Bu salom qizlar. Qizlar? Voy, obi, tanimadingmi? Nargiza sinfdoshimga o'xshab ketyapsiz. Enasi emasmisiz? Voy, Nargizani o'zim-a? Bitta o'pedi, 3 yil ketimdan yurgansan, esingda yo'qmi? Nima bola bu sinfdosh qizlar 1 yilda 3 yilga kattaryapti, deyman. Mana o esingdami? Ha, Nozman tug'ilgan kuniga sovg'a qilgan yulduz ro'molim-ku. Shu Nozimaman. Seni eslab duo qilib o'rab yuribman bolam. Ey uzr sinfdosh. Ya bolam to'g'ri, sen bilan sinfdosh bo'lganman desa, baribir kuchiga mishanmaydi. Obi, Sen iflos tanidim, to'shni saodatsan, ha? 9-sinfda ham xonaga qamab yarim soat chiqarmagansan. Nima unday qilgansan? Oilam bor-ku. Mana tigr o'zingni jigir momaychadek bo'lsa ham yoshxonasiga tiyapti, shu strik. Voy, jinimsan, bu katta o'g'lim-ku. Nima? Qachon o'lgirding? 15 yoshga tug'ganmisan buni? Nima buyurasizlar? Somsa aytamizmi? Yo, meni oshqozonim hazm qilmaydi. Qo'y go'shtidan shashlikchi. yo'q, meni davlinam bor. Shirinlik. Saxrim bor. Ha, yo, men o'zimga turshak bilan talqon olganman. Evil. Hech bo'lmasa meva, olma, nok aytaylik. O'tsin, bitta ham tushib qolmagan. Hammasi protest. Mana. Men sinfdoshlar oldiga keldim desam, hammasi inovat bo'lib qopti-ku. Qolgan bolalar nima kelmadi? Shunday chiroydan bebahra qolishdi. Ya kelmay to'g'ri qilibdi. Hammasiga aytaman, buvisini yo'qlab qo'yadi. Nimaga? Bularni ko'rdi nima, buvisini ko'rdi nima? Aka, mana odam bormi? Yo'q, aka, bizda aroq sotilmaydi. Ichsangiz ko'chadan olib kelsangiz bo'ladi. Yo'q, men umrimda ichmaganman. Ana sinfdosh kampirchalar ichamiz deb qo'ymayapti.